Endi mana shu payg'ambarlar bilan birga bo'lishlik uchun eng avvalo nima qilish kerak ekan desa, bu oyat karimada va man yuti'illaha va rasula, Allohga va rasuliga itoat qilsa, Alloh qil degan narsani qilsa, qilma degan narsadan qilmasa. Demak, mana shu insonlarga shunday maqomlar beriladi. Alloh nimaga buyurdi bandalar? O'ziga ibodat qilishga buyurdi birinchi. Nimadan qaytardi? Allohga shirk keltirishdan, boshqa ilohlarga iltijo qilishdan qaytardi. Undan yana bir qancha hukmlar borki, albatta Qur'oni Karimda nimaiki narsalar buyurgan bo'lsa qil, qaytargan narsadan qayt, demak Allohga itoat qilgan bo'lasan. Payg'ambar alayhisalom ummatlarni nimaiki narsaga buyurgan bo'lsa qil, nimaiki narsadan mana shu narsadan qaytargan bo'lsa qayt, shunda payg'ambarga itoat qilgan bo'lasan. Demak, shariatda buyurilgan ishlarni qilishlik, qaytargan narsalardan qaytishlik bilan yuqoridagi bir maqomga erishar ekanmiz. Bunday kishiga qiyomatda yuqorida aytganimizdek payg'ambarlar, siddiqlar, shahidlar bilan birga bo'ladi. Solih kishilar bilan birga bo'ladi. Dinimizda payg'ambar alayhisalomga yaxshi ko'rishlik, yuqorida aytganimizdek sunnatlarga amal qilish bilanmi? Ana endi u zotga ko'proq salovat aytishlik bilan bo'ladi. Xosatan juma kechalarida aynan mana shunday Rabiul Avval oylari kelganda Rasulullohning hayotini o'rganyapmizmi? Qachonki payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamning muborak nomlari tilga olinganda har bir ummat ichida qisqacha bo'lsa sallallohu alayhi vasallam deb qo'yish kerak. Demak, mana shu salovat aytishlik bilan biz buyurilganmiz. Qur'oni Karimda ham Alloh taolo innalloha va malaikatahu yusalluna alan nabiy. Albatta Alloh va uning farishtalari payg'ambarga salovat aytadi deydi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi va sallimu taslima. Ey mu'minlar, sizlar ham payg'ambarga salovat va salom ayting deydi.